muntazam gollar urib, jamoasini yetaklagan futbolchi yo'q. Hali mundial boshlanmasdan turib, oltin to'pga eng yaqin turgan futbolchilar kimlar deb o'ylaysizlar? Mana, kuchli 5lik chempionatlari tugadi. Baribir Konferensiyalar, Yevropa ligasi, Chempionlar ligasi tugadi. Tugadi, Yevropada. Hozirgi holatgacha Jamoliddin aka. Hozirgi holatgacha endi hammaning o'zining fikri bor. Men Chempionlar ligasi finali menda mening nomzodimga o'zgartirish kirita olmadim. Kim edi o'zi? Menda Harry Kane. Harry Kane. Endi bar jahon chempionati anaqalarda ag'dar to'ntar qo'yadi. Harry Kane nimaga, Jamoliddin aka? Undan yaxshi bir barqaror mavsumda o'tkazib, muntazam gollar urib, jamoasini yetaklagan futbolchi yo'q. Futbolchi yo'q. Xayrli aka. Butun mavsum Hozircha oltin to'pga eng yaqin o'yinchi kim deb o'ylaysiz? Hozir berilsa, masalan. Yo'q, endi masalan, hozirgi holat haqida beryapman bu savolni. Hali jahon chempionati bor, boshqa bor, tushunib turibman. Reallik haqida. Hozir bo'lsa men Xvichada urardim. Sabab? Chunki yorqin epizodlar Bavariyani o'sha Harry Kane bilan to'qnashuvda Xvicha yutdi-da. Xvicha Bavariya bilan o'yindagi eng asosiy figura bo'ldi.